Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan yana raspakovkaga keldik. Bugungi zakazlarimiz 300 ballik, ya'ni 330 ballik где-то zakazlar. O'shalarni sizlar bilan obzor qilamiz. Boshladik unda. Bizlar birinchi bo'lib yangilikdan boshlayman. Bizda mana bunaqa 15 millik kichkina atirlarimiz chiqqan. O'zingiz yoqtiradigan har qanday atirni 15 milliligini zakaz qilsangiz bo'ladi. Hozir bittasini ochib ko'rsataman. Mana Sensual Mademoiselle. Bu sumkada olib yurish uchun ham juda ham qulay. Hidi ham juda ham zo'r. Ishlatib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Keyin yana atirlarga o'tsam, bizda mana bunaqa kichkina murmur va kaori. Buni hidini hamma biladi. Hozir bu yerda murmurni yangi chiqqan oqidan ham bor. Hozir ko'rsataman uni ham. Keyin yana kichkina atirlarimizdan Lancelot 3 ta kichkina atirlar bular. Erkaklar uchun hidi juda ham zo'r, parfyumni turadigan. Keyingisi mana murmur yangi chiqqan oqi bu. Mana buni flakoni ham juda ham chiroyli. Kelinlar uchun oynani oldiga qo'yib qo'yishga, dekorativ kosmetika juda ham chiroyli. Maslahat beraman. Olib ko'ring o'zingiz uchun. Keyingisi yana mana bunaqa Lancelotni kattasidan ham zakazga edi. Bu ham juda ham zo'r hidligi uchun yana zakaz berishgan. Undan tashqari mana Desirable atirlarimizdan ham kattasi. Buni ham flakoni juda ham chiroyli. Ochamiz hozir sizlar bilan bittasini ochib ko'rsataman. Hamma ayolga menimcha raspakovka yoqadi, xuddi o'zimga o'xshab. Zakaz bo'lsa ham ichini ochib ko'rgim keladi. Negadir ko'rgan bo'lsam ham yana ko'rgim keladi shu narsalarni. Sizlar bilan birgalikda ochamiz. Buni ham flakoni juda ham chiroyli, hidi ham shunaqa zo'r. Mana shunaqa chiroyli aromat. Buni dezodorant ham bor. Mana bunaqa nabor qilib olsa ham bo'ladi. Narxi ham unaqa qimmat emas, lekin yarashadi o'ziga. Hidiga, turib berishiga juda ham mos. Bu Ude parfyumnoyda bular juda ham stoyki bo'ladi. Keyingisi Alatau'ni o'zini ishqibozlari bor, bilsangiz. Bu ham juda ham xadavoy atirlardan. Keyingisi Sensual. Mana Sensualni bo'y maydasi ham bor edi, bu kattasi. Sensualni ham hamma biladi. Bular Faberlic'dagi juda ham nima desam, tez ketadigan va xadavoy atirlar. Tavaro. Buni ham hidi juda ham zo'r, bilsangiz kerak. So'nggi atirimiz Bourjour. Juda ham zo'r, уже skidkasi tugadi, lekin hidi va pisha zo'rligi uchun qimmat bo'lsa ham zakaz berishgan. Endi sizlar bilan mana bu Oxyology naborlarini bo'lishmoqchiman. Oxyology shisha gellar 2 ta zakazga. Ikkinchi Skindan gel achishaysh. Bu ham yuzni tozalaydi, qora nuqtalarni, ugrilarni, balog'at yoshdagilarga ham to'g'ri keladigan gellar. Endi sizlar bilan mana bu kraskalar bilan bo'lishaman. Ekspertdan Biatin kraskalari. Mana 04 305. Bunisi mana kashtan. Mana bunisi kashtan pepelni, ko'rinyapti bo'lsa kerak. Bunisi темный kashtan. Keyin bunisi очень светлый блондин, платиновый kraskalar. Keyin mana bu
jasmin shampunlarimiz har doim bu zakazlarni ichida avto zakazga qo'yganmiz. Bu har doim keladigan, har doim buni klienti bor. Soch to'kilishiga qarshi juda ham zo'r shampun, narxi arzon bo'lsa ham juda ham zo'r kачествоsi. Ishlatib ko'rsangiz bilasiz. Foydasini bilganlar qayta zakaz qilishadi. Keyin mana bu мужской shampunimiz. Bu для всех волос, universalniy shampun. Perxit uchun ham, жирный волос uchun ham to'g'ri keladi. Bunisi faqat против perxit uchun. Bular мужской shampunlar. Mana bu ham мужской shampun. Vedat Venturniki hidi juda ham zo'r. Uni katalogda ham bor edi bu shampun, adashmasam obzorda. Yana bu katalogda ham zakazimiz bor edi. Keyingisi для жирных волос увлажнение, очищение, увлажнение bu. Для жирных волос bu. Yog'li sochlar uchun zo'r shampun. Ishlatib ko'rganlar qayta zakaz berishadi. Bundan ham adashmasam oldingi katalogda 3 tami bor edi. Keyingisi mana bu. Bu juda ham zo'r vostochnoy zolota nima parfyumniy sprey. Buni pardalarga, divan ustlariga, postellaringizga sepib qo'ysangiz, uyingizdan juda ham zo'r aromatli hid kelib turadi. Keyingisi mana bu tonik, verbinani toniki, очищающий tonik. Bu ham zo'r. Keyin bu ikki Axiology'ni ночной kremi для лица. И keyin Gyaluronkadan gel для умывания. Bu ham zo'r. Nabor qilib olsangiz, undan ham zo'r. Любой qanaqa krem, gel olsangiz, o'sha bilan birga nabor qilib hamma narsasini olsangiz, foydasini tezroq sezasiz. Ham juda ham zo'r effekt beradi. Keyin mana bu sizlar bilan bo'lishaman. Tushlarimiz, 2XL tushlari. Buni ham multilashes ishlatib ko'rganlar bo'ladi. Mana bu tushni ham olib ko'rsataman. Sovun, zo'r tush. Bu 3D effekt beradi. Kipriklaringiz xuddi ulamaga o'xshab ko'rinadi ishlatganingizda. Keyingisi yana Glam Team'dan pudra. Kechirasizlar, uzr. Hidi shunaqa aromatli, mana shu pudrani bu safar uni katalogda 3 ta edi bundan adashmasam. Juda ham yoqadi hidi menga shuni. Soft matte. Keyin menga shu nimadan ekspertni intimniy spreyi, intimniy gellari juda yoqadi. Keyin men bu Шибаттердан крем для рук. Питательный, защитный крем. Bundan buni qarang qancha? 5 ta zakaz. Mana. Buni zo'r, Buni atsiflar вообще zo'r. Olganlar yana zakaz bergan buni, qayta zakaz berishgan. Boshqalar ham zo'r juda ham bu. Keyingisi Portujurdan gel de la douche. Bu ham juda ham zo'r. Buni ham atiri bilan birga nabor qilib olsangiz bo'ladi. Agar siz nabor qilib olmoqchi bo'lsangiz, bular sizga arzonroqqa beriladi. Keyingisi Life'dan mana bunaqa krem для ruklar, увлажнение juda ham zo'r bular ham. Keyingisi Grand Prix'dan mana bunaqa омоложение крем для рук, и keyin жидкая перчатка krem для рук bu ham qo'lingizni xuddi himoya qo'lqobiday himoya qiladi. Adashmasam shunaqa. Keyingisi mana bunaqa Beauty Cafe'dan krem для рук, клубничный, hidi shunaqa приятный. Keyin mana bunaqa детский универсальный krem, malinali, hidi zo'r, uni katalogda ham bor edi esingizda bo'lsa. Keyingisi Vitamaniyadan mana bunaqa krem. Bu ham zo'r kremcha. Ishlatib ko'rganlar biladi. Qavun tarvuzni hidi keladi bundan.
Ikki mana bunaqa oyoq uchun krem. 2XL kichkinasi. Shunaqa zo'r krem. Ishlatib ko'rishlaringizni maslahat beraman. Hozirgi kuzgi qishki havoda oyoqlaringizni zo'r himoya qilib beradi. Keyingisi mana bunaqa balzam maska. Soch uchun laminировать qilib beradi sochingizni. Juda ham yaltillatib qo'yadi. Zo'r, ya'ni bu kraska qilingan sochlarga ham juda ham zo'r to'g'ri keladi. Expertdan. Keyin mana bunaqa krem для ног. Bu charchoqni ham oladigan krem. Aloe va yalpizli, juda ham zo'r. Ishlatib ko'rishlaringizni maslahat beraman. Mana bu ikkita qora sedana va radiolali kremlarimiz ham hadavoy. Bilsangiz kerak, bu oldingi zakazlarimizda ham bor edi. Zo'r hidi, ham yuzlaringizni shunaqa mayin qilib qo'yadi. Hozirgi havoga juda ham zo'r. Qizlar o'zida yali hech narsa qolmadi. Ko'rganingizdek, bu nachnoy prokladkalar. Bunda Faberlic'ning Always'larida bunaqa prokladkalarida chipi bor. Sizni himoya qiladi. Juda ham zo'r kачествоsi. Ishlatib ko'rishingizni maslahat beraman. Ежедневкалari ham bor buni. Dnevnoylari ham bor. Bu nachnoyi, uzunroq bu. Kechga xotirjam uxlashingizni ta'minlaydi. Keyingisi mana bunaqa Vitamaniyadan sovun, ananas va laymli. Kichkina ichida mana ikkita sovunchasi bor. Lekin shunaqa hidi zo'r. Bu sovun ishlatadiganlar uchun. Ikki mana bunaqa krem для лица ruki tela. Bu Bitu Cafe'dan universal krem, hamma joyingizga to'g'ri keladi. Ba'zilar alohida krem surtishga erinishadi. Shuning uchun bitta mana shunaqa nabor oladi. Nabor debman, uzr. Bitta krem olishadi, hamma joyiga to'g'ri keladigan. Shunaqalar uchun narxi ham unaqa qimmat emas, zo'r. Adashmasam buni narxi 37 ming so'm. Keyin mana bu narsa to'plam uchun almashtiriladigan shotka. Bu adashmasam bu shotkacha yuz yuvadigan apparatniki. Mana bu shotchka. Buni ham zakaz berishgan edi. Shunaqa. Keyingisi oxirgi narsalarimiz qoldi. Pomadalar. Pomadalarimiz va balzamchalarimiz. Mana bunaqa detskiy balzamchalar bor. Mana bular ham detskiy, lekin detskimiz buni kattalar ham ishlatsa bo'ladi. Balzamchalar zo'r foydasi. Lablaringiz yorilishiga qarshi. Keyin mana bu Glam Shine'dan, keyin Life'dan, mana bunaqa pomadalar. Hammasi hadavoy svet. Ochib ko'rsatmayman lekin. Zo'r. Keyingisi mana bunaqa детский intimniy gel. Keyin mana bunaqa intimniy zonalar uchun qorayishini ketkazadigan, oqartiradigan krem. Buni atsiflari zo'r, ishlatib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Kichkina bo'lsa ham effekti zo'r. Keyin mana bu intimniy spray. Bu shamollashlarni oladi. Atsiflari zo'r. Kirib ko'ring, xohlasangiz. Bu namlantirib ham beradi. Hidi ham shunaqa приятный. Mana shu narsani hidi men o'zimga juda ham yoqadi. Keyingi gialuronkani gelini ko'rsatgandim. Mana bu gelini dnevnoy, nochnoy kremlari. Buni nabor qilib olsangiz, mana bu patchi sizga sog'aga beriladi. Mana bu balzamcha qolib ketibdi, ko'rsatmabman. Sos gialuronli bu juda ham zo'r. Bundan ham ko'p edi, o'sha olib ketib qolishdi. Keyin mana bu vitamin D3. Bu hozirgi nam havolar uchun o'zi O'zbekiston aholisida har doimdek kam quyoshli yurt bo'lsak ham, shuning uchun maslahat beraman. Badlarimiz ham bor, tabiiy. Hammasi halol sertifikatga ega. Mana halol sertifikatga ega. Va oxirgisi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim kataloglar, keyingi kataloglar. Xudo xohlasa 10-noyabrdan bizga kiradi bu. Keyin sizlar 10-katalogda a'zo bo'lganlar
Mana shu okeanium patchisini 100 so'mga olishingiz mumkin. Sizga sovg'aga beriladi. Siz birinchi shagdan o'tganingizda ikkinchi shag bilan birgalikda mana shu patchi sizga sovg'aga keladi. Mana. Shu bilan bizning obzorimiz tugadi. Bizni ko'rganingiz uchun rahmat. Oxirigacha videoni ko'rganingiz uchun alohida sizlarga rahmat.